Menga rostini aytchi. Tushunmadim. U senga yo'qib qoldimi? Bu savolingga nima deb javob berishni ham bilmayman. Qo'ysangchi. Albatta, hozir hamma gapim senga Safsatadek eshitilyapti, chunki sen o'zingga yaqin sherik topgansan. Hozir men dadangni urishib oling, biroz kutib tur, xo'pmi Shirinim? Nihon, senga keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Bo'lmasam-chi, albatta, menimcha gaplarimizni indamay eshitib turgandir. Unga umid berishni xayolingga ham keltirma, yo'qsa seni o'ldiraman. Yo'q, u uzoqda. Uni himoya qilma. Gapir. Xo'p, nimani gapiray, Nihon? Hozir nimani aytay, nimani? qani? Meni qanchalik sevishingni ayt. Buni shundoq ham yaxshi bilasan. Kamol, ayt. Nihon seni juda ham qattiq sevaman degin, bo'la qo'y. Sevaman. Nimani sevasan, Kamol, nimani? Toza havoni sevasanmi? Yangi pishgan kulchanimi, qushlarnimi, kapililarnimi, nimani? Seni. Qaraya, bitta aytadi-ya. Yaxshi. Mayli. Vaqtni yaxshi o'tkazinglar. Yo Allohim, uf. Menga qara, eslab qol. Mana shu hayotni achchiq haqiqati. Kel.